Salom do'stlar, sizlar bilan birga Fozil Mo'y kanali. Do'stlarim, 900 ta like yig'sangiz, biz sizga darhol yangi videorolik taqdim qilamiz. Shuning uchun like'larni bosing. Qaytgancha do'stlarim 100 mingta obunachi bo'lsak, $200 obunachilarimga taqdim qilaman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Kinoning to'lig'i opisiya va belgilangan kommentariyadagi Telegram kanalda bo'ladi. Film 37 yoshdagi Dezi ismli ayoldan boshlanadi. U yaqinda bir sabablar bilan eri bilan ajrashgan. Uning ikkita bolasi bor. Ya'ni u ikkita bolasini oldingi eri bilan galma-gal boqishadi. Dezi ko'p vaqti bilan kuchini ishga bag'ishlaydi. Ishda uni omadi bo'lmaydi. Bugun uning boshlig'i uni ishchilarning ishini tekshirishga yuboradi. Dezi ish bo'lgan joyga kelganida unga qarab turgan ishchilar uning ustidan kulishadi. U kranlarni tekshirib yurganida Merlin unga ofisga qaytishini aytadi. Yo'lda uning oldingi eri telefon qiladi va ikkalasining kelishganidek, endi bolalarni qarash sening galing deb telefonni qo'yib tashlaydi. Bugun Dezi darsdan bolalarni olish kerak. Dezi telefon bilan yurib, birov bilan urilib yiqilib tushadi. Shu kuni tunda qattiq to'fon uni uyqusini buzadi. Dezi qattiq qo'rqqanligidan uyqusi kelmaydi. U tunda turib hojatxonaga chiqadi. Ya'ni o'zini qanday pozada turganligini payqamaydi. U joyiga yotadi. Bir kezda ko'zini ochib, "Men boya turib ish bajardimmi?" deydi. U ichimlik ko'p ichganligidan o'ziga ishonmaydi. U ko'kragini ushlab ko'rganida barchasi joyida edi. Biroq ikki oyog'ining o'rtasiga qaraganida u cho'chib ketadi. U qaytadan teshkirib ikki oyog'ining o'rtasida kolbasa bor ekanligiga ishonmaydi. Tun o'rtasida bolalari uyg'onib ketib, onasi yoniga keladi. Biroq onasi yonimga kelmasligini so'raydi. Shu kezda uning ovozi erkaklarnikidek chiqadi. Onasi bolalariga tumov bo'ldim deb xonasidan chiqaradi. Dezi o'zining ichki kiyimi kichkina va bo'lmaydigan bo'lib qolganligini tushunadi. U o'zining oldingi erining ichki kiyimini topib olib, shuni kiyadi. U ishida bu holatda ishlay olmasligini bilib, boshlig'iga telefon qilib, ishidan o'psga oladi. Dezi o'zining eng yaqin dugonasiga kelib, tanasidagi kolbasani ko'rsatadi. Dugonasi ishonmay uni yolg'on o'yinchoq deb o'ylaydi. U yaqinlashib qo'li bilan ushlaganida chin ekanligini bilib cho'chiydi. Ertasi kuni Dezi o'zi taniydigan ginekologga boradi. Ya'ni shimini yechib o'zini a'zosini ko'rsatadi. Doktor yuziga suv sepib, buning rost ekanligini tushunadi. Doktor undan hayajonlanmasligini aytadi. Ya'ni uni boshqa yo'l bilan hal qilishini aytadi. Sababi uning masalasi og'ir. Biroq Dezi doktorga o'zining kolbasasini kesib tashlashga kelishini aytadi. Doktor uni juda katta ekanligini aytadi va uni boshqa narsa qilish kerak deydi. Dezi uyga kelganida doktorning aytganlarini qiladi. Dezi kolbasasini lazzatlantirishga kirishadi. Keyinroq Dezida kichkina o'zgarishlar paydo bo'ladi. U ko'plab ochiq kiyingan ayollarga qiziqa boshlaydi. U dugonasining uyiga kelganida uning ochiq yellariga qaraydi va u bilan jang qilgisi keladi. Dugonasi unga ahmoqmisan deydi. Oldingi eri Dezini qaytadan sevib, u bilan uchrashadi. Dezi uni oldingi qiynaganlari uchun o'ch olmoqchi bo'ladi. Ya'ni uning stakaniga mast qildiruvchi dori sepadi. Ikkalasi birga tunlarni o'tkazadi. Tongda turganida oldingi kuyovining ortki a'zosi og'rib turganligini sezadi va Dezi mazza qilib uxlab turadi. Dezi ishda yurib o'zining do'sti Merlinni uxlayotgan daraxtdan qutqarib qoladi. Keyin Merlin uni yaxshi ko'ra boshlaydi. Dezi ham unga befarq emas. Merlin uni uchrashuvga chaqiradi va ko'ngillarni birga ko'tarishadi. Merlin u bilan o'pishgisi keladi, biroq Dezi o'zining erkak ekanligini tushunib qarshi bo'ladi. Tashqariga chiqib ketayotganida orqasidan Merlin kelib unga maqtash so'zlarini aytadi. Dezi chiday olmay o'pishib ketadi. Merlin undan o'ziga turmushga chiqishini so'raydi. Biroq Dezi erkak bo'lganligidan unga do'st bo'lib yuraylik deydi. Merlin uni erkak ekanligini bilmaydi. Keyinroq Dezi ayolga aylangisi keladi. U doktorga borib operatsiya qilishini so'raydi. Doktor agar sen ayol bo'lging kelsa, operatsiya ko'p yillarga cho'zilishini aytadi. Dezi qattiq yig'lab, endi Merlinga qanday turmushga chiqishini so'raydi.
O'zini ayol qila olmaganligidan u barchasini Merlinga aytgisi keladi. Kelasi kuni u barchasini Merlinga aytishga kelganida oldingi erkakka aylangan kezdagidek qattiq chaqmoq chaqadi. Deyzi qattiq qo'rqib ketadi. Shu kezda u ayolga aylanadi. Deyzi Merlinni qattiq quchoqlab, u bilan o'pishadi va shu bilan film tugaydi. Do'stlarim, agar yangi videorolik chiqishini xohlasanglar 900 ta like yig'ing va biz sizga darhol yangi videorolik taqdim etamiz. Aytgancha 100 mingta bo'lsak $200 obunachilarimga taqdim etaman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz bilan xayrlashmaymiz, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolamiz.